Qo'yliq mostining tagidagi fohishalarga ko'p qatnaydigan bolalar. Hammaga ham tegishli emas. O'sha fohishalarga borib yuradigan bir xil bolalarga tegishli bu video. Mana yaqinda bitta og'aynim shu Qo'yliq mostidan ikkita qizni olib ketib, $200 ga ikkita og'ayni, ikkita qizni gaplashib, kvartiraga olib borishibdi. Olib borishgandan keyin, qarochi, qilarishi qilib bo'lib, bir oydan keyin tekshirishsa, spid kasal chiqibdi. O'rtoqlar, men bu videoni bekorga qo'yotganim yo'q. Bu realniy bo'lgan narsa. Hozir ikkalasi ham больницада na bir tanish bilishlari bilan ko'risha oladi, na bir uylana oladi, na bir kimdir yuziga qara oladi. Больницadagilar umuman ko'chaga chiqarmayotgan ekan. Bolalar, sizlar ham ehtiyot bo'linglar. Bu fohishalarga ishonib, jinsiy aloqada bo'lib, bekorga kasal yuqtirib, ota-onalarni, uydagilarni, kelajaginglarni barbod qilmanglar. Like bosib, qani tanish